Sattor bachalaringga aytgin, dovchalik vaqti yemasin. Zardoli bo'lsa hammang yeysan. Hammasini topolgan joyi shu yoq. Ortimda turgan mashina Cherry Tiggo 8 Pro Max avtomobili bo'ladi. Amaki, syomka qilamiz. Iltimos, sanlar o'tirsiz. Kim bu ko'bra? O'zi turing, tushuntirib beraman. Qarshingizda turgan bu bahaybat avtomobil Cherry Tiggo 8 Pro Max avtomobili. Siz bu avtomobilni siz 25% boshlang'ich to'lov qilib 1 yildan 5 yilgacha xarid qilib olishingiz mumkin. Amaki, yana nima deysiz? Xullas, siz katta oila bo'lsangiz, bu mashina aynan siz uchun. Amaki, siz baribir sabr qila olmaysiz, keling. Agar siz 30% boshlang'ich to'lov qilsangiz, 1 yildan 4 yilgacha mutlaqo foizlarsiz bu mashinani xarid qilsangiz bo'ladi. Qanaqa? Mashina yoqdimi sizga? Zo'r ekan. O'tirib ko'rish xohlarmidingiz? Mayli. Lekin afsus, kaliti yo'q. Juda ham zo'r mashina. Ochib beraymi? Yo'q, qarang, siq bilan och, buni hozir kimdir keladi, janjal qiladi. Shunchaki olamiz. Haligi amaga o'zingiz nima ish qilasiz? So'rama, bilmaganing ma'qul. Agar sizga ham Cherry Tiggo 8 Pro Max avtomobili yoqqan bo'lsa, bemalol Qarshi Cherry Ademasra avtosaloniga borib turib, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Agar to'liqroq ma'lumot olishni xohlasangiz, kommentariyada 8 Pro Max so'zini yozib qoldiring. Menejerlarim sizga aloqaga chiqishadi.